Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan Sa'id ibn Khudri radhiyallohu anhu rivoyat qildilar. Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam li Fatimata alayha as-salatu wassalam: "Qumi ila udhiyatiki fashhadiha fa inna laki bi awwali qatratin taqturu min damiha yughfaru laki ma salafa min dhunubiki." Qalat: "Ya Rasulullah, hadha lana ahla al-bayt khassatan aw lana wa lil muslimin 'ammatan?" Qala: "Bal lana wa lil muslimin 'ammatan." Rawahu at-Tirmidhi. Sa'id ibn Khudri radhiyallohu anhu marhamat qiladilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shundoq dedilar Fatima radhiyallohu anhoga: "Qurbonlik qilayotganingda o'zing uning oldida turgin va unga guvoh bo'lib turgin. Chunki qurbonligingdan to'kilayotgan birinchi qondayoq sening o'tgan barcha gunohlaring mag'firat qilinadi" dedilar. Shunda Fatima onamiz: "Ya Rasululloh, bu biz ahli bayt uchun xossatanmi yoki bizlarga ham va butun musulmonlarga ham ommatanmi?" dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hamma musulmonlarga ommatan dedilar. Mana azizlar, bir qatra qonni evaziga Alloh o'tgan barcha gunohlarimizni kechirmoqligini va'dasini beryapti. Bundan katta marhamat bormi? Bir qatra qona, uni qarang, bir tomchi qon evaziga. Shuning uchun qurbonlik qilishlikda bir masala bor. Qurbonlik qilishdagi qurbat ibodat iroqatud dam, ya'ni qon chiqarishlik. Go'sht emas, teri emas, qo'yning boshqa a'zolari emas, qon chiqarishlik. Mana shuning uchun ham ulamolarimiz aytadilarki, hozirgi kunda shu masala ham ko'p tarqalib qolyapti. So'ralayotgan eng dolzarb bo'lgan masalalardan bittasi qo'yni olib turib, olib kelib so'yib bo'lgandan keyin go'shtini tortib pulni bersan qurbonlikqa o'tadimi deyapti. O'tmaydi. Chunki siz qon chiqarmadingiz. U qo'y so'yilayotgan paytda sizning qo'yingiz emas edi. Iroqatud dam, qon chiqarishlik ibodati sodir etilmadi. Siz go'sht sotib oldingiz xolos. Xuddi mana hozir hayit namozi o'qilgandan keyin bozorga borib turib 40 kilo, 30 kilo, 20 kilo go'sht sotib olib, men qurbonlik qildimmi deyotganga o'xshab ketadi. Umuman bu durust emas. Qurbonlikqa jonliq so'yilishi kerak. Jonliq so'yilmasdan avval so'yayotgan egasini mulkiga aylanishi kerak. Mulkiga aylanishi uchun savdo bo'lib, narxi kelishinib, oldi-berdi qilishi kerak. Hattoki nasiya savdo bo'lsa ham bo'ladi. Narxini kelishdingiz, qo'lni tashlab barbaraka qildingiz, qo'yni ushlab o'zingiz olib borib so'ydirdingiz nomingizdan. Mayli, pulini keyinchalik berasiz. Ammo bu sizning mulkingizga aylandi. Qo'lga kiritdingiz buni. Lekin borib so'yib bo'lgandan keyin go'shtini tortib turib, kilosiga kilo pul beradigan bo'lsangiz, siz go'sht sotib olgan bo'lasiz. Aqiqada ham xuddi shunday. Aqiqada ham ibodat qon to'kishlik. Chunki aqiqaga so'yilayotgan jonliq o'sha farzandning hayotiga garov bo'ladi. 20 kilo go'sht garov bo'lmaydi, jonliq garov bo'ladi. Shuning uchun aqiqada ham avval sotib olasiz, undan keyin olib borib so'yasiz. Ana shunda aqiqaga o'tadi. Mabodo kimdir hozir qurbonlikni shunday qilib qo'ygan bo'lsa, ya'ni shunga tayyorgarlik ko'rib qo'ygan bo'lsa, qaytarsin savdoni. O'sha qo'yni egasidan olib kelib turib so'yib go'shiga beraman degan bo'lsa, bu narsani buzsinda shoshmay tur, borib kelishib, qancha narx beray? Chamalab turib, bu-yoqni ko'rib turib, bir qassobga o'lchatib turib taxminan qancha beray? 1 million so'm berasan. Bozorlashib boring, yana 950 mingmi, 900 mingami yoki milliongami olasiz? 1 kilo 2 kilo go'sht zarar qilishingiz mumkin yoki foyda qilishingiz mumkin, ammo qurbonlik o'tadi. Mana shu eng halol, eng shariatga muvofiq, eng toza savdo shu bo'ladi.